Assalomu alaykum. O'zbekistonda keyingi davrda bo'layotgan muammolardan biri AI sohasi keskin rivojlanib boryapti. Odamlar ishini yo'qotyapti. O'rganuvchilar yosh avlod nima qilsin? Ya'ni ish topolmaymiz-ku, ishga kira olmaymiz-ku degan qo'rquv bor. Hattoki o'sha o'quv markazlarida dars berib, millatimizni ta'limini kuchaytirib borayotgan, ta'lim sohasini oldinga ilg'orlatib borayotgan do'stlarimiz, akalarimiz so'rashyapti. Jumabek, mana xalqaro standartda ishlaysizlar, katta global kompaniyalar bilan ish yuritasizlar, olib borasizlar. Bizni yoshlar nima qilsin? Ya'ni kelajakda ana o'sha o'zini kelajagini ta'minlab qo'yish uchun, sug'urtalab qo'yish uchun nima ish qilish kerak degan savol. Xo'p, haqiqatda AI davri juda tez rivojlanyapti. Juda ko'p kasblar almashadi, yo'g'ib ketadi, yangi kasblar chiqadi. Bu davr, ya'ni to'lqin kelyapti xullas. Bu aslida yomon emas. Sababi to'lqinni tepasida qolib ketsangiz, u sizni oldilatadi-da. Ostida qolsangiz yomon, to'g'rimi? Aksincha, o'zbek yoshlari uchun bu yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. To'g'ri foydalanishni bilsa. Keling, AI nima o'zi? Birga sal tushunib olaylik, ya'ni AI nima qilishi mumkin? Tushunib olsak, keyin biz undan qanaqa foydalanishni bilamiz, to'lqin ustiga qanaqa chiqib olishi. AI bu ot. Ya'ni bizni manzilga tezroq olib boradigan ot. Odamlar qo'rqyapti, ishimni yo'qotib qo'yaman deb. Nega qo'rqishyapti? Ular ana o'sha ot kabi oddiy qilinayotgan ishlarni AI olib qo'yishi mumkin deb qo'rqishyapti. Masalan, dasturlash. Junior dasturchilarimizni ishini, ya'ni o'ta kuchli ilm, ko'nikma, tajriba yoki fikrlash talab qilmagani uchun junior dasturchilarning ishini AI olib qo'yyapti. AI agentlar, Cloud Code bor, Cursor AI bor, anaqa qidirsanglar bilasizlar, o'zi kod yozib beradi. Demak, AI ot dedik. Ana o'sha ot qilishi mumkin bo'lgan ishlarni biz o'zimiz qilmasligimiz kerak. Ishsiz qolmaylik desa. Chunki u qachondir olib ketadi u ishni. Biz qo'limizdan olib qo'yadi. Qachondir ham juda tez kelyapti. Ya'ni butun puli bor odamlar, o'sha boy davlatlar bunga e'tibor qaratishyapti ikkita sababdan. Birinchisi, bu katta pul olib keladi. Masalan, odamlarga siz oylik to'lamaysizda, uni 10 dan 1, 100 dan 1 to'lasangiz, AI qilib beradi sizga u ishni. Shuning uchun bu savol tug'iladi. AI dan ot, ya'ni AI nimaligini tushunib olaylikki, ertaga AI bizni ishimizni olib qo'ymasin qo'limizdan. Men aytadigan narsa ana o'sha AI ot. Qachonki u bizni ishimizni olib qo'ymaydi, biz uni ot qilib minsak, chavandoz sifatida. U nima degani desa, siz nima ish qilayotgan bo'lsangiz qilasiz, sohangiz zo'r bo'lasiz. Restoran yurityapsizmi? Bo'ldi, zo'r restoran yuriting. Faqat AI ot kabi ishlating. Tushunyapsizmi? Ana o'shanda siz otlardan tez bo'lib ketasiz yoki oti borlar bilan teng bellasha olasiz. Lekin u degani siz tushib turib AI o'rganing degani emas. AI ni ishingizga tatbiq qiling degani. AI dan qanaqa qilib foydalanish, ya'ni uni ot kabi qanaqa ishlatishni o'rganing degani. Shu bois bizni yoshlarimizga aytadigan narsam shuki, AI ot bo'lgani bois va ot deyarli hammada bo'layotgani bois biz uni qanaqa minishni o'rganishimiz kerak. Ana shu ot minishni o'rgansak, AI dan foydalanishni o'rgansak, qolgan ishlarimizni ilg'orlab ketaveramiz. Va aslida AI rivojlangani bizni o'zbek avlodi yoshlari uchun qo'rqadigan narsa emas. Aslida bu yaxshi narsa deb aytardim. Nega desangiz, juda ko'p learning curve degan narsa bor. Ya'ni bitta narsani qilmoqchi bo'lsangiz, juda ko'p o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni o'rganib chiqib turib, keyin foydali ish qila olasizda. AI bilan ana o'sha learning curve tezroq bosib o'tsa bo'ladi hozirgi davrda. Demoqchi bo'lganim, ot qiladigan ishlarni siz ot kabi tez yugurishni o'rganib o'tirmaysizda. AI o'zi sizga qilib beradi u narsani va siz ana o'sha ishni chavandozlik ishini qilasiz xolos. Shuning uchun, masalan, oldin bitta veb-sayt qurish uchun yoki bitta biznes yuritish uchun siz dasturlashni zo'r bilishingiz kerak edi. Algoritmlarni bilishingiz kerak edi. Endi fikrlab turib, AI ni ishlatib turib, AI ni ishlatishni bilsangiz, ya'ni otni minishni bilsangiz, AI sizga u ishlarni qilib beradi. Va siz biznesingizni, veb-saytingizni, qanaqadir communityni qura olasiz AI kuchi orqali. Va men aytgan bo'lardim, AI ana o'sha primitiv yoki o'sha otga xos bo'lgan xususiyatlar, ilmlarni tezda o'zlashtirgani uchun bu yog'iga kim muhim bo'ladi desa, ana o'sha o'zini fikriga ega bo'lgan, o'zini xos, unique tomoniga, ya'ni takrorlanmas, boshqalarda yo'q tomoniga, fikrlashiga ega bo'lgan traitlar kuchayib ketadi. Masalan, kimdirda muomala madaniyati zo'r. U siz bilan zo'r gaplasha oladi, odamlar maza qiladi. Lekin unga masalan ko'p yozish kerakdir. Masalan, salesman bo'lish uchun yozib chizdi qiladigan ishlar bordir, kompyuterda hisoblaydigan narsalar bordir. Ana o'sha narsalarni AI qilib beradi-da. U o'sha o'zini zo'r muomalasi bilan ishini yana ham ko'proq qila oladi. Ko'proq odamlar bilan muloqot yurita oladi. Kimdir bo'lishi mumkin, u zo'r masalan CEOdir, ya'ni ishlarni, bizneslarni yo'lga qo'ya oladigan, tizimlashtirib tashlay oladigan odamdir. Lekin unga masalan AI injenerga pul to'lagani moliyasi yetmaydi, boshqa bo'ladi. Uni AI agent sotib olib turib, AI agentga o'sha kodlarni yozdirib, qiladigan ishlarni qildirib,
o'zi haligi muhim bo'lgan narsa o'sha bizneslarni avtomatlashtirishga, o'zini biznesini o'stirishga e'tibor qaratishi mumkin. Yana bitta xulosa qiladigan bo'lsam, xususiyat. Hammani o'ziga xos xususiyati bor. AI bo'lgani uchun avval masalan hammani o'ziga xos xususiyati bo'lsa ham, uni tashqariga odamlarga foyda keltirishi uchun oldin u masalan logikani, dasturlashni, ingliz tilini shunaqa qilib o'rganib chiqib, keyin o'ziga xos bo'lgan kuch ko'rinardi-da u odamni. Hozir AI davrida mana o'sha mayda-mayda qadam o'rganadigan narsalarni AI agent qilib beryapti. Ot bo'lgani uchun. Ya'ni shuni AI ot qilib minib olyapmizda, biz haligi o'zimizga xos bo'lgan, boshqalar takrorlay olmaydigan, o'zimizdagi o'sha unik deymiz, xos xususiyat, ya'ni xos kuchli tomonni ko'rsata olyapmiz. AI bizni mana bu yerdagi vaqtimizni tejab bergani uchun, ya'ni o'rganadigan learning curve'ni qisqartirib bergani uchun. Demoqchi bo'lganim, AI rivojlanayotgani uchun biz qo'rqishimiz shart emas, aksincha AI yaxshi tushunib, o'zimizga xoslikni kuchaytirishimiz kerak. O'zimizga xoslik degani nima degani desa, men bitta misol aytib beraman. Biz bakalavr Toshkent axborot texnologiyalari universitetida o'qigan paytimiz hammamiz bir-birimizdan bellashardik-da. Kimdir til bilsa, ingliz tilini o'rganib olsa, men ham ingliz tilini o'rganaman derdik-da. Kimdir dasturlashdan zo'r bo'lsa, olimpiadalarda qatnashsa, men ham unda qatnashaman derdik. Lekin katta bo'lib bildik, hammani o'zini yo'li bor-da. Kimdir masalan dasturlarda podkastchi bo'lib ketdi. Kimdir masalan kiber xavfsizlikda ishlayapti. Kimdir masalan xalqimiz uchun masalan nima deydi, davlat boshqaruvida yordam beryapti o'sha xalq og'irini yengil qilish uchun. Hammasi o'sha IT sohasida. Lekin hammani o'ziga xos bo'lgan kuchli tomonlari bor-da. Ular lekin hammasi bellashgan deydi. Men faqat zo'r dasturchi bo'laman, ya'ni zo'r muammoni yechadigan ana bu problem solving deymiz biz. Bu Humblebee aytadigan problem solvingdan boshqa narsa. Bu sportivniy programmирование aytardik-da biz. Hozir o'zbekchasiga bilmadim nima deyiladi. O'sha dasturlarni yechish. Lead code'ga o'xshagan joylarda dasturlarni yechish. Hamma o'shanga e'tiborni qaratardi. U narsa kerak emas demoqchiman. Ya'ni kerak, lekin siz unda birinchi bo'lishingiz kerak emas. Siz o'zingizni unik tomoningiz, o'zingizga xos tomoningizni topishingiz kerak va AI sizga ana o'sha narsani qilib beradi. Men misol aytmoqchi edim, boyagi gapga qaytadigan bo'lsak, misolimizga ba'zi do'stlarimiz juda zo'r CEO bo'lishganda, ular ana o'sha lead code'ga o'xshagan joylarda misollarni yechishda boshqa zo'r misol yechadigan do'stlarimiz bilan bellashishadi. Lekin ular qachondir tushunib yetishdi, ya'ni bu masalan misol yechadigan dasturchi bo'lmayinda, men CEO sifatida odamlarga ish berib turib, haqiqiy biznes muammolarini yechib turib, boshqa narsaga e'tibor qaratay deyishdi-da. Shuni hisobiga mana bu CEO bo'lgan do'stlarimiz boshlanishiga sal qiynalishdi, puldan ham, ishdan ham, hamma tomonlama, lekin hozir ko'tarilib, ya'ni o'zlariga xos bo'lgan, o'zlarining xususiyatlarini yuzaga chiqargani uchun ko'tarilib, hozir juda ko'p odamlarga ish berishgan, juda ko'p o'sha o'zbek bizneslarini avtomatlashtirib, optimallashtirib, ko'p pul topadigan qilib berishgan. Demoqchi bo'lganim, hozirgi AI davrida siz e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa o'zingizga xos bo'lgan xususiyat. Ana o'shani yuzaga chiqarish kerak. Uning uchun boya men aytganimdek, mana CEO bo'lgan do'stimiz agar bu o'ziga xavfsiz yo'lni tanlayman desa, mana bu dasturchi do'stimizga o'xshab ishlamoqchi bo'ladi. Chunki dasturlashi ham yomon emas bu do'stimiz. Masalan, 80-90% odamdan yaxshi dasturchi bu. Ya'ni dasturchilar ichida. Lekin bunda undan ham yaxshi xislat o'sha CEOlik xislati bo'lgani uchun bu o'zi qachondir uni tushunib yetdi-da, bunga e'tibor qilgani uchun hozir buni hosil qilayotgan qiymati mana bu dasturchiligidan ancha ko'p, balki 10 barobar, balki 100 barobar. Demoqchi bo'lganim, siz qo'rqmang. Ya'ni qaysi kasb qilsam, nima ish qilsam menga doim pul keladi deb emas. Mendagi o'zimga xoslik nima? Ya'ni o'zim nimani zo'r qilaman deb turib, ana o'shani kuchaytirish kerak. Nima qilsam odamlarga katta foyda beraman deb. Buning uchun Uch savdoyi degan kino bor edi, eslasanglar, masalan, zo'r fotograf bo'laman deydi, ota-onasi injener bo'lgin deydi. Lekin injener bo'lsa ham yaxshi pul topar-u, lekin mana bu yerdagi injener bo'ladi. Fotograf bo'lsa, u mana bu yerdagi fotograf bo'ladi. Puli kam bo'lsa ham. Bu o'sha oxiri fotograflikni tanlaydi, lekin puli ham juda kam bo'lmaydi. Ya'ni zo'r fotograf bo'lgani uchun yaxshi yashaydi, pul tomoni ham juda yomon bo'lmaydi. Lekin men aytmoqchi bo'layotganim, siz ana o'sha jamiyatga berishni o'ylashingiz kerak. Jamiyatga siz qachon ko'p narsa bera olasiz? O'zingizdagi bor xususiyat, eng zo'r qobiliyatni yuzaga chiqarsangiz. Ana o'shanga AI davrida e'tibor qilish kerak. Va men yana aytayapman, agar siz boyagi injenerda yaxshi pul topar ekan, dasturchilikda yaxshi pul topar ekan deb turib, o'zingiz asli zo'r sotuvchisiz, lekin dasturlashni o'rgandingizda, sotuvchi mana bu yerda oylik olyapti. Lekin
AI davrida mana bu dasturchilar уже, ya'ni zo'r bo'lmagani uchun tushib ketadi. AI qilib ketadi. AI bu yoqda qiladi. Bundan sifati yaxshi bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizga xos bo'lgan ishni qilingki, AI davrida ham siz bozorda relevant turing. Ya'ni bozorda kerakli odam bo'lib turing. Shu meni maslahatim. Savoli bo'lsa kommentga qoldirasizlar.